Assalomu alaykum. Pazanda xonim kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan kabachkidan oladyi tayyorlaymiz. Masalliqlarimiz: 3 ta kabachki, 2 ta tuxum, 1,5 piyola un, bitta bulg'ori, ta'bga ko'ra sarimsoq va ziravorlar, qovurish uchun yog'. Birinchi kabachkini cho'rkadan chiqarib, tuz solib, aralashtirib, idishimizni yopib 1-2 minutga olib qo'yamiz. 1-2 minutdan so'ng olib, suvini to'kib tashlaymiz va 2 ta tuxumni chaqib, ziravorlarimizni, sarimsoqni solib aralashtiramiz. Keyin unimizni solib aralashtiramiz. So'ngra yog'ni qizdirib, bulg'orini yupqa qilib to'g'rab, solib, ichiga quymoqli massani solib, ikki tarafini tillarang qilib qovurib olamiz. Quymoqlarimiz tayyor, yoqimli ishtaha.